Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz Murphy Cook kitobining 4-edition Cook Murphy kitobining 43-unitini boshlaymiz. Bugun darsimizda biz passive voice mavzusini davom ettiramiz. O'tgan darsda passive voicening asosiy ko'rinishlarini ko'rgandik. Bugun esa yana davom ettiramiz. Bugun shu boshqa zamonlarda passive voice qo'llanilishi, ya'ni present perfectda qanaqa qo'llaniladi, past perfectda, present continuousda qanaqa qo'llaniladi va umumiy hollarda passive voice qachon ishlatishni yana chuqurroq o'rganamiz bugun. Eslaringdan passive voice yasash biz har doim to be fe'ldan foydalanamiz va fe'limiz har doim 3-ko'rinishda kelishi kerak. O'sha past participle formasida keladi fe'l har doim. Shunda yasaymiz va aytdik, ishning bajaruvchisi muhim bo'lmaganda, o'sha ishni kim qilayotgani muhim bo'lmasa yoki noaniq bo'lsa yoki aytilmasa, o'sha passive voice dan foydalanish kerak o'sha paytlari. Misol uchun mana somebody will clean this room later. Kimdir bu xonani keyinroq tozalaydi bo'lsa, ya'ni o'sha bajaruvchi muhim bo'lmagani uchun this room will be cleaned later desa bo'ladi. Ya'ni somebody baribir muhim emas bu yerda. Kimligini bilmaymiz shunda ham. Ya'ni bir ikkita umumiy misollarga qaraylik. The situation is serious. Vaziyat juda jiddiy. Something must be done before it's too late. Kech bo'lishidan oldin bir nima qilish kerak. Yana e'tibor beringlar, bu yerda modal fe'li bilan ham passive voice qo'llaniladi. Ya'ni must fe'li bilan passive voice qo'llaniladi. Ya'ni bu yerda must be done bo'lsa qilinishi kerak degan tarjima bo'ladi. Kech bo'lmasdan bir nima qilinishi kerak. Bu yerda bajaruvchisi yo'q, qaranglar. Kimning bajarishi muhim emas. Bajarilishi kerak. A mystery is something that can't be explained. Ya'ni mystery bu topishmoq yoki bir zagadka deydi ruschasi. Mystery ya'ni o'zbekchasi nima edi? Eski kelmayapti o'zi. O'sha topilishi qiyin bo'lgan narsada mystery bu tushuntirib berib bo'lmaydigan narsa, ya'ni tushuntirib berish qiyin. Can't betga qaranglar, can't bilan olingan passive voice. Must bilan olsa bo'ladi, can't bilan olsa bo'ladi, mana could bilan olsa bo'ladi passive voice. The music was very loud o'tgan zamonda musiqa juda baland jangrayotgandi. It could be heard from a long way. Uzoqdan ham eshitilardi. Uzoqdan eshitildi passive voice. Could be heard. A new supermarket is going to be built next year. Kelasi zamonda going to bilan ham qaranglar passive voice ishlatsa bo'ladi. Keyingi yili yangi supermarket quriladi, ya'ni quriladi. Ya'ni kim qiladi bu harakatlarni? E'tibor beringlar, hammasiga bajaruvchisi yo'q bularni. Please go away. I want to be left alone. Iltimos ketman, bir o'zim yolg'iz qolmoqchiman. Bu yerda ham bajaruvchisi muhim emas. Okay, bu umumiy ko'rinishlari. Endi passive voice ni perfect ko'rinishda qo'llaymiz, ya'ni have yordamchi fe'l bilan ishlatamiz. Bir ikkita holatlarda keladi bu narsa. Misol uchun I should have received the letter by now degani should have done degani modal fe'lida ko'rdik. Eslaringda bo'lsa, modal fe'lga bir qayta videolarni ko'rsalaring, should have done degan fe'l ana birikma bor edi, bu qilish kerak edi. Afsuslanib, mana shunaqa qilishim kerak edi deymiz-ku. O'shanda should have done. I should have received the letter by now. Menga xat kelish kerak edi o'zi. It might have been sent to the wrong address. Ya'ni o'tgan zamonda might have done strukturasiga biz passive voice ishlatdik. Bu boshqa noto'g'ri adresga jo'natilgan bo'lishi mumkin. Ko'rdinglar, passive voice da might have done da passive voice da ishlatiladi. Juda ham murakkab struktura mana shu. O'tgan zamonda gapirildi. Yoki if you had locked the car, agar mashinani qulflaganingda, it wouldn't have been stolen. Uni hech kim o'g'irlab ketmas edi. Ya'ni conditional 3 bor-ku. Agar manaqa bo'lganda bunaqa bo'lardi. Agar bilganimda sen kasalxonaga ko'rishga borardim. O'tgan zamon haqida afsus qilamiz-ku. Ana o'shani ham passive voice ga aylantirsa bo'lar ekan. Qaranglar, it wouldn't have been stolen. Mana been stolen bo'lganicha, qarang, been bo'lgancha bu passive voice. Eslaringda passive voice har doim to be fe'l bilan yasaladi. To be ni being qilsa bo'ladi continuous da, been qilsa bo'ladi perfect da, will be qilsa bo'ladi future da, zamon o'zgartirsa bo'ladi. Lekin passive voice to be bo'lishi shart. There were some problems at first. Boshida qanaqa muammolar bo'ldi, but they seem to have been solved. Lekin ular qandaydir o'zidan o'zi bartaraf etildi. Ya'ni o'tgan zamonda have been turibdi, ko'rdinglarmi? Been ni ko'rdinglarmi? Demak, bu passive voice da ishlatiladi. Demak, passive voice biz juda ham ko'p zamonlarga, ko'p birikmalarga qo'ysak bo'lar ekan. Passive voice ni uzr, men bu men tugmani bosib yubordim menimcha. Sorry guys. Mana endi o'ziga keldi. O'zim ham bilmadim nimani bosganimni. Xo'p. Now, present perfect ishlatishni ko'ramiz. Demak, present perfect ham passive voice ishlatsa bo'ladi. Faqat present perfect continuous bo'lsa, unda ishlata olmaysizlar passive voice. Chunki umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi, xato bo'lib ketadi-da.
I have been learning English for 6 years. English has been being learned by me for 6 years. Umuman bir eshitilishi ham g'alati, bu xato, leksika ham xato, umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun present perfect continuousga sizlar passive voice ishlatmaysizlar. O'tgan darsda aytdim, ayrim zamonlarga passive voice qo'llanmaymiz. Present perfect continuous shu zamonlarning bittasi. Xo'p, present perfect the continuous present perfect passive voice ishlash uchun biz have qo'yamiz, yordamchi fe'l present perfect have yoki has'ni qo'yamiz. Keyin fe'l been bo'ladi-da, keyin fe'lning uchinchi ko'rinishini qo'yasizlar, bo'ldi. Have been done. Misol uchun the room looks nice. Xona toza ko'rinyapti. Somebody has cleaned it, kimdir tozaladi. Endi the room looks nice. It has been cleaned. Ko'rdinglarmi? Been qo'shdik chunki bu passive voice. It has been cleaned. Ya'ni tozalandi bo'ldi. Have you heard? Eshitdingmi? The trip has been cancelled. Eshitdingmi? Sayohatimiz bekor qilindi. Kimdir tomonidan bekor qilindi. Kimligini bilmaymiz, shuning uchun passive voice. Agar the trip has cancelled bo'lsa, sayohat bekor qildi bo'lib qoladi. Has been cancelled bo'lsa, bekor qilindi. Mana o'zbek tilida majhul nisbat qilindi. In degan anaqa o'zgina o'rtada qo'shimchasi qo'shilyapti. Have you ever been bitten by a dog? Sen hech qachon sen hech bir kuchuk tomonidan tishlaganmisiz? Ya'ni sen hech bir kuchuk tishlaganmi debdi. Bite ning uchinchi ko'rinishi bitten bo'ladi. Present perfect. Are you going to the party? Sen partiyaga boryapsanmi? No, I haven't been invited. Yo'q, meni taklif qilishmadi. Okay? Past perfect ham ishlatsa bo'ladi. Xuddi shu narsa past perfect qo'llaysizlar. Past perfect ham had qo'yasizlar plus been keyin done, ya'ni fe'lning uchinchi ko'rinishini qo'yasizlar. Past perfectlarda ikkita o'tgan zamonda gap ketsa, mana bu oddiy o'tgan zamondan oldingi bo'lgan narsa, bo'lgan harakat bu past perfect bo'ladi. Okay? Misol uchun, men tug'ilganimda urush tugab bo'lgan edi bo'lsa, urush tugab bo'lishi past perfect bo'ladi. Xo'p, bir ikkita misolni ko'ramiz. The vegetables didn't taste good. Sabzavotlar ta'mi yaxshi emas edi. They had been cooked too long. Ularni ko'p pishirib yorishgandi. Mana shu had been cooked too long bu past perfect ekan. Had been cooked. Okay? The car was 3 years old. Mashina 3 yoshda edi, but hadn't been used very much. Lekin uni ko'p minishmagandi. Past perfect. Zamonni o'zini yaxshi tushunsalar ham shunchaki shuni passive voice ga aylantirasizlar, joy almashtirasizlar. Ya'ni qilindi, borildi, tugatildi, o'sha indi, ildi degan o'rtadagi qo'shimchalar o'zgaradi bo'ldi. Present continuousda bunichi hayron qoladigan joyi bor ozgina. Chunki men o'quvchilar bilan gaplashganda ham ko'pchilik present continuousda passive voice da ishlatish mumkinligini bilmas ekanda, mana being deganini bilmaydi ular. Misol uchun, qayla bitta oddiy og'zaki misol, many buildings are being built. Ya'ni to be qo'yasizlar. To'g'rimi? To be plus being deb yozasizlar. Keyin ing bilan qo'yasizlar. Uzr. Passive voice ku bu. Uzr. To be qo'yasizlar birinchi, plus being yozasizlar, keyin fe'lning uchinchi ko'rinishini qo'yasizlar. Chunki passive voice bu. Ya'ni be bu yerda being ga aylandi. Chunki present continuous ku bu. Dahshat-a? Ham am is are turibdi. Hozirgi zamonda bo'lsa, ham being turibdi, ham fe'lning uchinchi ko'rinishi turibdi. Mana formulaga qaranglar. Buni ko'p o'quvchilar bilmagan ekan. Aytganimdan hayron qolib, rostdan shunaqa qilsa bo'ladimi deb. Mana ko'p binolar hozirda qurilmoqda. Many buildings are being built. Hop, there is somebody walking behind us. Kimdir orqamizdan kelyapti. I think we are being followed. Adashmasam bizni orqamizdan kuzatishyapti. We are being followed. Yoki magazinga borsalar, can I help you deb so'rasa sizlar aytasiz, "Yo'q, menga xizmat qilishyapti." No thanks, I'm being served. Menga xizmat qilishyapti. Kimligi hali noma'lum. I am being served. Eslab qo'yinglar, mana formulani. Present continuous dan bemalol passive voice ishlatsa bo'ladi. Endi present continuous da passive voice ishlatgan ekan, demak passive voice past continuous ham passive voice da aytsa bo'lar ekan. Qaranglar. Xuddi shu, faqat to be imiz was verga aylanadi. Being plus fe'lning uchinchi ko'rinishi. There was somebody walking behind us. Orqamizdan kimdir kelayotgan edi. I think we were being followed. Ya'ni davomiy fe'llar bu, bizni kimdir kuzatib kelayotgandi, bizni kuzatishayotgan edi demoqchi. Ya'ni davomiy fe'l. Demak, ko'p hollarda biz passive voice ishlata olamiz. Present perfect continuous da ishlatmaysizlar. Past perfect continuous da ishlata olmaysizlar. Future continuous da ishlata olmaysizlar. Demak, mana shu 3 ta holatda passive voice ishlatilmaydi. Xo'p, mashqlarga o'tamiz. 43-yunitda can, it can yoki it can't qo'yamiz. Xo'p. Demak, bo'lib tushundik. Buni hozir qo'yib chiqamiz.
Can yoki can't. Bularni passiv voice'da qo'yamiz. Washable. It can be washed. Unbreakable bo'lsa, demak uni sindirib bo'lmaydi deganda. Unbreakable bo'lsa, it can't sindirib bo'lmaydi deymiz. It can't. Ko'rdilarim, can modal fe'li bilan biz passiv voice yozyapmiz. It can be broken bo'ladi shunda. To'g'rimi? Tushundilar-a? Mana shunaqa qo'yar ekan. Tepadagi misolga qarab qo'yib chiqamiz mana. It can't be broken. Edible degani yesa bo'ladigan degan. Demak, it yesa bo'ladi bo'lsa, it can be eaten bo'ladi-da shunda, to'g'rimi? Fe'limizda 3-ko'rishni yozishimiz kerak. Bu passive voice. Can be eaten. To'g'rimi? Modal fe'l be va fe'lning 3-ko'rinishi. It can be eaten. Tur unusable bo'lsa, uni ishlatib bo'lmaydi bo'lsa, it can't, chunki an turibdi, be used 3-ko'rinishi nima? Used bo'ladi, fe'lning 3-ko'rinishi. Invisible bo'lsa, ko'rib bo'lmaydi. Ko'rib bo'lmaydi bo'lsa, it deymiz can't be ko'rmoqni 3-ko'rinishi seen bo'ladi. Portable degani ko'tarib yursa bo'ladigan degani. Ko'tarib yursa bo'ladigan. Portable bo'lsa, qayeri it can be ko'tarib yurmoq fe'li bor, carried bo'ladi. Carry to'g'ri, mana bunaqa to'g'ri fe'l bo'lgani uchun mana bu y'imiz qayeri I e deganlar ketadi. Chunki y'dan oldin, qayeri y'dan oldin are, ya'ni undosh turgani uchun bu it can be carried ga aylanadi. Qoida shunaqa. Xo'p, hammasini qilib berdim buni. Keyingisiga mana bu fe'llarni qo'yib chiqamiz. All right. The situation is serious. Vaziyat juda jiddiy. Sal katta qilsam qanday bo'lar ekan odamlar? Sizlarga ham yaxshi ko'rinadi. Manimcha endi zo'r bo'ldi. Perfect. Zo'r. Xo'p. The situation is serious. Vaziyat jiddiy. Something must be done before it's too late. Kech bo'lishdan oldin bir nima qilinishi kerak. Must bilan passiv ishlatdik. I should have received the letter by now. Men o'zi hozir xatni olgan bo'lishim kerak edi. It might have been sent to the wrong address. Balki noto'g'ri adresga ketib qolgandir. Might have done passive voice. Dahshat. A decision will not qilinmaydi. Keyingi meetinggacha decision qilinmaydi. A decision will not be. Har doim passive voice'da be kerak bizga. Made bilan make 3-ko'rinishi made bo'ladi. Decision qaror. Ko'rdilarim, future simple da ham passive voice qo'llasak bo'ladi. Mana tepadagi made ni qo'ydik mana. To'r, do you think that more money should be kerak bizga passive voice? Be educationga, sen o'ylashingcha ta'limga ko'proq pul ajratish kerakmi deganda men spend bo'ladi-da bu yerda. Hammasiga qarasak, spend 3-ko'rinishi spent bo'ladi. 5. This road is in very bad condition. Bu yo'l juda yomon ahvolda. It should a long time ago turibdi. Ancha oldin remont qilinishi kerak edi deymiz. It should o'tgan zamonda passive voice qo'yganimiz uchun it should birinchi have qo'yamiz, keyin been qo'yamiz, fe'l 3-ko'rinishini qo'yamiz. Tepada mana repair turibdi, tuzatmoq degani, shunda repaired long time ago bo'ladi. Repair to'g'ri fe'l, tuzatmoq shuning uchun 3-ko'rinishi oddiy idini oldi bo'ldi. 6. The injured man couldn't walk. Jarohatlangan odam yurolmasdi and had to o'tgan zamonda gap ketyapti. Had to be carried. Mana carry aytdim-ku, ko'tarib yurmoq bo'lsa, u odam yurolmasdi, shuning uchun uni kimdir ko'tarib ketish kerak edi. And had to be carried deymiz. Zo'ra? Xo'p, 7 ni ham qilib beraman, 8 9 bajarasizlar. 7. I told the hotel receptionist I wanted to. Men hoteldagi mehmonxonadagi receptionistga aytdim, men ertalab 6:30 da uyg'otishini. Shunda waken degani bormi bu yerda? Wake. Op, mana oxirgisi bo'lsa, shunda I told the hotel receptionist I wanted to be bilan aytamiz buni ham. I wanted to be. Qayla wake ni 3-ko'rinishi woken bo'ladi, woken up bo'ladi. At 6:30 in the morning. Okay? Hammasida be turibdi. O'tgan zamon bo'lsa have been deb aytasizlar. yoki have done. Bu to'g'ri ko'rinish. Passive voice aytmoqchi bo'lsalar have been done, have been done deb aytish kerak. Uchinchi anaqa o'tgan zamonda passive voice edi, okay? O'zim ham ko'ryapsizlarmi sal chakash qolyapman. Chunki haqiqatan murakkabda bu. Qayta videolarni ko'rib, qayta qoidalarni qaytarib o'rganasizlar bu narsalarni. Keyin tez gapirganim uchun ham shunaqa tutilib qolyapman. O'zi shunaqa, odatim shunaqa tez gapirib buzib qo'yaman ko'pincha gaplarimni. All right, somebody has cleaned the room. Kimdir xonani tozaladi. Demak, the room has been cleaned. Buni present perfect deb qo'yamiz menimcha. Yoki anada continuous ham qo'ysa bo'lar ekan. Somebody is using the computer right now. Kimdir kompyuterni ishlatyapti. Demak, kompyuter hozir ishlatilmoqda deymiz. The computer is islanib to be ni qo'yasizlar. Endi being used ni 3-ko'rinishi used. Mana right now ni emas qo'yamiz. Right now. Nuqta bo'ldi.
The computer is being used right now. Kompyuterni hozir ishlatishyapti tarjimasi. 3. I didn't realize that somebody was recording our conversation. Men bilmadim bizni gaplashib o'tirganimizni kimdir videoga olyapti ekan. Men bilmadim. I didn't realize that buni passive voice qilishimiz kerak. Past continuous da qilamiz buni. Chunki tepada past continuous deb berilganda I didn't realize that our conversation, bizning suhbatimiz was being recorded desak to'g'ri bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Kim tomonidan qilinayotgani muhim emas. Mana birinchi egasini qo'yamiz, our conversation, keyin o'sha passive voice ni qo'yamiz, was being recorded. To'g'rini ham qilib beraman. When we go to the stadium, stadionga borganimizda, we got to the stadium, o'sha stadionga borganimizda, we found that they had cancelled the game. Biz borganimizda o'yinni cancel, o'yinni bekor qilishdi, o'yinni atmay qilib yuborishdi. Past perfect deb berilgan. Qaylar biz demak past perfect ga qo'yamiz buni. When we got to the stadium, we found out that the game birinchi egasini qo'yamiz. Endi past perfect ga qo'yishimiz kerak. Past perfect kelmaydi. Had been o'tgan zamonda passive voice bo'lgancha had been cancelled bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Biz stadionga borganimizda o'yin cancel qilingan edi. Ya'ni tepada mana gap, mana tepa ko'rinishi active voice da, biz buni passive voice ga aylantiramiz. Mayli, mana shularni qilib beray. Qaylar, they are building a new road around the city. Shahar atrofida yangi yo'l qurishyapti. Demak, biz gapni o'zidan boshlaymiz. A new road. Mana shu gapni yozamiz. A new road. Hozirgi present simple continuous ham is being built. Build ni uchinchi ko'rinishi built. Road emas, a new ring road aka. A new ring road bilasam kalsivanda aylana halqa yo'li bo'ladi-ku, shunaqa. Is being built around the city. Shahar atrofida shunaqa halqa yo'li qurishyapti, ya'ni betonka qurishyapti. Present continuous aytdik buni. Endi buni present perfect aytamiz bo'ldi. They have built a new hospital near the airport. Aeroportning oldida yangi kasalxona qurishdi. Shunda birinchi egasi bilan boshlaymiz. Yangi mehmonxona deb boshlaymiz. Yangi kasalxona, sorry. A new hospital. Present perfect has been built near the airport deysizlar. Va gap tugaydi. Bo'ldi, buni ham bajarib bo'ldik. Present perfect ga qo'ydik. Oxirgisini ko'ramiz, oxirgi mashqimizda. Wow, dahshat, ko'pcha katta bu. Juda katta mashq ekan. Xo'p. Endi bularni ham xavfsizligini ochib, to'g'ri formada qo'yib chiqishimiz kerak. 3 dan boshlaylik darrov. My car has disappeared. Mashinam yo'qib qoldi. Demak, uni kimdir o'g'irlaganda it has been stolen bo'ladi. To'g'rimi? Chunki steal uchinchi ko'rinishi stolen. Uni o'g'irlab ketishdi. Bir payt aktiv, bir payt passive voice qilsak ham bo'lar. Xo'p. My umbrella has disappeared. Zontigim o'g'irlab ketdi, yo'qolib qoldi. Demak, bu yerga passive active voice qo'yamiz. Oddiy kimdir, chunki bajaruvchisi muhimda, mana turibdi. Kimdir uni oldi. Present perfect aytamiz. Somebody has taken uchinchi ko'rinishi taken it deymiz, bo'ldi mana. Okay? Bir payt oddiy aktiv ishlatsa ham bo'ladi. Xo'p, 5. Sam gets a higher salary now. Samning oyligi hozir ancha baland, chunki u ishi lavozimi ko'tarilib ketdi. Passive voice yozamiz. He has been deymiz, promoted. Promoted degani ish ko'tarilish. Mana xavfsiz yozib qo'ydik-ku. To'g'ri fe'l bo'lgancha edi qo'ydik. Bu yerda passive voice. He has been promoted. Uni lavozimini ko'tarishdi. 6. And can't use her office this week. And office-ga kela olmaydi bu hafta, ishlata olmaydi. Chunki present continuous olamiz-da buni endi. Chunki uni qayta dizayn qilishyapti. Wow. It is present continuous passive voice qayla being, to be dan keyin being qo'yasizda, fe'l uchinchi ko'rinishi redecorate. Fe'limiz redecorate to'g'ri fe'l bo'lgancha oddiygina ed qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Tushundingizmi? Zo'r mana mashqlar, ancha mazza qilib bajarsa bo'ladi mashqlarni. Qilish kerak, guys. There was a problem with the photocopier yesterday. Photocopier bu kserokopiya mashinasi. Kecha o'sha kserokopiya mashinasida muammo bor edi, lekin hozir hammasi yaxshi. But now it's okay. Endi oddiygina bu endi u ishlayapti. Qayla odamlar, qayla it turibdi. Demak, bajaruvchisi aniq demakda. Ma'lum, u ishlayapti yana. It is working. Oddiy present continuous yozamiz. It's working again. Chunki endi passive voice da uni tuzatishdi. It turibdimi? Has been
Repair deymiz, bo'ldi. Ma'nosiga ham qarashga to'g'ri, bu ham it turibdi, lekin mana bu qaylar work u ishlayapti. Chunki uni tuzatishdi. Mana work deb passive voice ishlatolmaysizda. I have been worked, meni ishlashdi demaysizlar hech qachon. Work passive voice kelmaydi, lekin repair keladi passive voice. Xo'p, 8. When I went into the room, men xonaga kirganimda, I saw that the table and chairs were not in the same place. Men xonaga kirganimda stollar bilan stullar o'sha eski joyda emas edi. Demak, kimdir o'sha stol-stullarni qimillatganda, shunda passive voice yozamiz. The furnitureimiz birlikda bo'lgani uchun har doim sanalmaydigan otda has been moved. Bo'ldi. Okay? The furniture has been moved. Xo'p, men ko'pini qilib berdim. 9, 10, 11 da o'zlaring bajarasizlar albatta. Menimcha shu bilan mashqlarimiz tugadi. Passive voice guys, qiyin zamon, qiyin birikma, bu qiyin grammatik qoida. Shuning uchun qayta ko'ringlar bu videolarni. Boshqa manbalardan ham ma'lumotlar olib, fe'lni 3-ko'rishni yodlab, mana qolib ketgan mashqlarni o'zlaring bajarib, maylimi kitoblarni ham ko'rib chiqsalar ham bo'ladi. Men bu keyin har safar men dars o'tgandan keyin bilasizlar, o'sha description joyida mana shu kitob, mana shu e-bookini men qo'yib qo'yganman, yopishtirib qo'yganman. O'sha yerda download qilib ishlatsanglar ham bo'ladi, xohlasalar chiqarsalar ham bo'ladi. Xo'p, hozircha darsimiz shu yerdan iborat. Xudo xohlasa keyingi darsda bir anonsini aytib qo'yib, keyingi darsda nima mavzu bo'ladi? Keyingi darsda xudo xohlasa biz passivni yana bitta 3-ko'rinishini ko'rar ekanmiz, ya'ni passiv voice uchida davom etamiz. Ungacha dars qilinglar, xudo xohlasa sizlar bilan yana ko'rishamiz. Bye.